2 oy oldin remontsiz holatda qo'yilgan uyimizni mana bugun 2 oydan keyin $10,000 va 2 oy vaqt davomida qanchalik o'zgarganini birgalikda ko'rib chiqishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan uyimiz 20-kvartalda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxona qismi. 1,5 ga 6 bo'lgan balkonda yarmini uyimiz egalar tomonidan bo'lib, boshqalarga o'zgartirib, yarmini zalga qo'shib yuborilgan. Ko'rib turganinglardek rasmlarda uyimizda eski holatini ham qo'yib o'tamiz. Glavni eshikdan kirib kelish, glavni eshiklar almashgan, montajlarimiz bo'lgan, polni elektronikalari. Bu yerda esa yotoqxonamiz. Yotoqxonamizda ham eski rasmini qo'yib ketamiz, ko'rib turganinglardek. Uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Bu yerda esa sanuzelimiz eski holati bilan solishtirasizlar bemalol. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. 76 seriyadagi uy bo'ladi. Ko'rib turganinglar oshxonamizda balkon qismiga ko'chirib, bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun, uyg'onlik uchun joy qoldirib ketilgan. Oshxonamiz ko'rib turganinglardek 1,5 ga 6 bo'lgan balkonda qolgan qismiga bu yerda esa xolodilnik uchun joy qoldirib ketilgan, romlar alishtirilgan. Ushbu uyimiz mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor 20-kvartal bozorchaning orqasida joylashgan ushbu uyimizda egalari $68,500 baholashmoqda. Agarda kimlarga qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.